Abdurazzoq Hojiboy. Shoyimmi? To'y bolani bovosi nomidan bir avtomobil. Hayda polvon. Tashla shuni. Halol. Beshkapadan shoy polvonniki halol. 300 mingdan halollab keldi. Nimani Baxtiyor otimi? Ha. Abduhalim Jiyandi nomidan bir tuya. Muhabbatlar raisi nomidan. Ha, ishlayapti. Avtomobil. To'y bolalarning nomidan Nima ekan? $100. Hayda polvon, hayda tashla halol. Halol. Beshkapadan Ibrat polvon 300 mingdan halollab keldi. Ot kimniki? Nima qilish kerak ekan? Ha. Mo'minavatdan Meyliqul Hojiboyni million laqabli oti bilan, Meyliqul Nuqturni million laqabli oti bilan Beshkapadan Ibrat polvonniki halol. Shoyimotda. Beshkapadan Bo'ltak akani Chinor laqabli oti Shunga bilan beraman, hozir shunday qilsa shu telefon senga tekinga tushaman shunda. Shu puldan yechib olsa bo'lamak ular. Shu pulingdan yechib olaman oyiga keyin. Ya naqd to'lash kerakmi? Shu puldan yechsa bo'lamikan 2.800 dan. Bir xaladimlik ustiga 200 ming. 2.800 mingdan yechib olsa bo'lamikan. Ikkita 300 mingdan tashlaysan. Ha? Ana shu to'y qilayotgan Sardorjonni jo'ralari Yana bir birov to'ylayman. 92-yilda tug'ilgan yigitlar nomidan ana shu xaladimlik Shu pulga loyiq telefon olsang, keyin shuncha pul yana qilib berishing kerak. Tushundim. Rahmat. Shekilli. Tushundim o'xshay xuddi shu 2.800 minglik telefon olsang, yana shuncha pul to'lashing kerak ki, shundaymi? Sindor polvon, muxlislaring so'rayapti, harakat qil. Shag'izbon Sindor polvon. Pul beradi. Beshkapadan mana xazinamizga yosh bachcha aytyapti shunda. Bugatti laqabli otni egasi Ismat Hojiboyning nomidan Bo'lmaymi? 500 ming so'lim keldi. Hojiboy biringizga 1000 bersin. Bo'pti, kelaveradi. To'ylardan ayirmasin. Rahmat. Mana hozir marramizga Shoyim polvon Bo'ltak polvoni Chinor laqabli oti bilan keldi. Haloling bo'lsin Shoyim. Abdurahim polvonning nomidan bir avtomobil, Nuriddin Jiyandi nomidan bir to'y, Oybotada. Qo'zibek tog'asining nomidan bir to'y, Habibulloh Hojiboyning nomidan $200, Shavkat Raisboyning nomidan $200. So'xon Eshonboyning nomidan $200. Labda qo'lini ochib olmayapti-da, ochib keladi. Haybullovimizning nomidan bir to'y usti $100. Shokir oshpazning nomidan $100. Bahromoyga. Ropiboyning nomidan $300. Bahrommi? Qobil kuyovi nomidan bir avtomobil. Cho'zildim. Hayda polvon, hayda. Tashla halol, tashla. Halol polvonniki. Beshkapadan Bahromjon polvonniki halol. Oyma! Hayda, tashla. Tashla halol. Sarvar polvonniki halol, daftanga Sarvar. Beshkapadan Bahromjon polvonniki halol. Balanqishloqdan Abdulosmon Eshonboyning oti bilan tashladi. Tayson laqabli oti bilan tashladi. Rahmat. Beshkapadan Shohrux polvon Afsattar akaning akulasi bilan 300 mingga halollab keldi. Rahmat. Sarvar polvon buyoqdan keling. Chopiladiganlar 300 ming. Buyoqdan keling Sarvar polvon. Sarvar polvonniki halol. Sarvar polvon. Sarvar polvon kelib halalning solimingni olay. Yerdagi ulog'imizni 300 ming deb chopaveringlar. Bundan oldingi marralarimizga Mo'minavatdan
Xurrammi? Hayda hayda. Hayda polvon. Yakkalaysan, yakkalaysan. Tashla halo. Halo. Buni billa ferma duosi bilan. Tepagidan Nuriddin polvon 300 mingga halollab keldi. Sarvar polvon bu yoqdan kel. Boshqa tayyorki. Qayrog'idan Umid Binsani chaqmoq laqabli oti bilan Epaglidan Nuriddin polvon 300 mingga halollab keldi. Bundan oldingi marada Beshkapadan Shavkat Raisbonning oti bilan Beshkapadan Sarvar polvon bir xolodilnik usti 200 mingga halollab keldi. Solminglar. Chaqirganda keyin baraka top. Beshkapadan Sarvar polvon, Beshkapadan Shavkat Raisbonning Ko'hinur laqabli oti bilan bir xolodilnik usti 200 mingga halollab keldi. Ipaklidan Nuriddin polvon, Qayroqlidan Umid Binsani chaqmoq laqabli oti bilan 300 mingga halollab keldi. Baraka topinglar. Ortdilaringmi? Ortgan bo'lsalaring. Baraka topinglar. Yer og'ir. Yaqinlashmaslikdan tashlatyapmiz. To'g'ri tushuninglar. Boradigan uloqlarimiz sari uloq tashlaysan. Kir mashina usti 200 ming. Bir gilam 300 mingdan deb tashlaysan yonidagilarni. Mana hozirgina Akula nomli oti bilan Shohrux polvon uloq tashlagan. Abdusattor xazinamizga 500 ming so'm keldi. Abdusattor aka mana shunday to'ylarga bersin. Topganingiz yaxshi kunlarga o'ynab kulib yurishga bersin aka, rahmat. Mana xazinamizga kecha chiroyli ko'pkari mana shu maydonda ko'pkari o'tkazgan Abdusalom aka shogirdi nomidan ham 500 ming so'm keldi. Abdusalom aka mana shunday to'ylardan boshingiz chiqmasin aka, yaxshi kunlar bo'lsin. Rahmat. Sidiq polvonni, rahmatli Sidiq polvonni o'g'li Shohbek. To'ybo'g'a tomonidan sizga solim ajratilgan bir chotoqqa kelgan. Shohbek polvon. Traktor sovutmanglar, baraka topinglar. Shohbekyan o'zi sherdak ayla. Bir kir mashina usti 200 ming. Ayla. Aloqa qilayotgan Shohbek. 300 ming deb tashlaydi. Ayla chaqiryapti qara. Pastdagimi? Ha, Shohbek. Hurmatli polvonlar, hurmatli tomoshabinlar, yerni hisobga olib, mana qanday kelyapti ko'ryapsizlar. Har xil fikr mulohazalar bo'lmasini iltimos. Inobatga olib aytyapmiz, bu yerdagi solimlarni tarqatishni. Hammasini tushungan holda. Mehnat qilib kelyapti. Bu loyda uloqni ko'tarish, orta aytganlarni ko'ryapsizlarmi? To'rt kishining o'rta. Otasiga rahmat shu polvonlar. O'ynab kulib chopasan polvonlar. Baraka top. Suvga taylanglar. Beshoboshdan Oqqush laqabli ot egasi, ot bilan bu yoqqa keling. Chortoqqa bir keling. Mana xazinamizga Rustam Usta Bahri bobomizning o'g'illari Hamza akamizni nomidan $200 hadya keldi. Hamza akamizni birlariga ming bersin. Xonadonlariga mana shunday katta to'ylar. Oqqush laqabli otni egasi mana bu sizga solim ajratilgan. Sardor. Silveram chiqmay qoldi. Beshkapadan Sardor polvonniga olib.